Toshkent shahridagi Alfraganus universiteti o'zining zamonaviy o'quv kampuslari, malakali professor o'qituvchilari va iqtidorli talabalar bilan faxrlana oladi. Zamonaviy universitetda o'qishni istaysiz-ku, biroq hali bir qarorga kelmadingizmi? Unda biz sizga rad qilib bo'lmas taklif bermoqchimiz. Qanday deysizmi? Gap shundaki, Alfraganus universitetida 10 dan ortiq bakalavriat ta'lim yo'nalishlari va magistratura mutaxassisliklari uchun qabul boshlandi. Bundan tashqari endi bizda tibbiyot sohasiga oid davolash ishi va pediatriya yo'nalishlariga hujjat topshirish mumkin. Yana bir e'tiborli jihati shundaki, universitet turli nufuzli xorijiy oliygohlar bilan hamkorlikni yo'lga qo'ygan bo'lib, talabalarga shu yerning o'zida chet tillarini o'rganib, ta'limni xorijiy davlatlarda davom ettirish imkoniyati ham mavjud. Universitetning yangidan qurilgan binosida leksiya zallari, o'quv auditoriyalari, laboratoriya xonalarida yoshlarga professor o'qituvchilar ta'lim bermoqda. Universitet kutubxonasi, turli elektron resurslarga boy bazaga ulangan kompyuter xonalari, stadion, tibbiyot xonasi, talabalar mustaqil o'qib bilimlarini boyitishlari, sport bilan shug'ullanishlari, dam olishlari va o'zaro fikr almashib ta'lim olishlari uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Hayot bu imkoniyat degani, faqat o'ziga ishonganlargina undan foydalana oladi. Maqsadni yuqoriroq oling. Alfraganus universitetiga o'qishga topshiring.